Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana bir yaxshi mavzuda gaplashamiz. Bugungi mavzumiz sun'iy intellektlar yordamida 2 daqiqa yoki 5 daqiqa ichida tezkor prezentatsiya yoki slayd tayyorlash bo'ladi. Sizlar bilan mana bu ko'rinishga o'xshagan tayyorgina prezentatsiyani 2 yoki 3 daqiqa ichida tezkor tayyorlab olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, darsni boshlaymiz. Demak, ushbu prezentatsiyalarni tayyorlash uchun biror bir brauzerga kirib olamiz va aynan sun'iy intellektlar ichida hozirgi kunda mashhur bo'lgan Gamma saytiga kiramiz. Mana gamma.app deb yozamiz. Google Chrome'dan yoki boshqa brauzerdan kirib olishimiz mumkin. Va bu yerdan National Business Platform ustiga bosamiz. Bu yerdan ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Agar sizda mana bunday Google akkaunt bo'lsa, ro'yxatdan o'tish juda ham oson. Shunchaki Google ni tanlaysiz va o'zingizning akkauntingiz ustiga bosasiz. Va to'g'ridan-to'g'ri mana продолжitni bosib, o'zingizning Google akkauntingizni orqali ishni davom ettirishingiz mumkin. Va bu yerdan sizdan so'raydi ish uchun yoki studentmisiz yoki shunchaki shaxsiy foydalanish uchunmi, buni tanlashingiz kerak. Biz mana bu ikkinchisini tanlaymiz va продолжitni bosamiz. O'zimizga mos yo'nalishni tanlab qo'yishimiz mumkin. Va продолжitni bosib prezentatsiyani tanlaymiz. Mana shu tarzda ro'yxatdan o'tib olamiz. Agar sizda Google akkaunt bo'lmasa, mana bu videoda bosgan holda mana havolada ham qoldiramiz pastda yoki tepadagi mana bu yerda chiqib turgan videoga bosgan holda aynan qanday qilib Google akkaunt ochishni ko'rib olishingiz mumkin. Va bu yerga sizga ro'yxatdan o'tish juda ham oson bo'ladi. Endi ro'yxatdan o'tib olgan bo'lsak, bizga mana bunaqa 3 ta oyna chiqadi. Bu yerdan generate, ya'ni hosil qilish tugmasi bor. Shuni ustiga bosamiz. Va bu yerdan biz bu yerdan prezentatsiyani tanlab, endi qo'shimcha oynalarni o'zgartirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda 8 ta slaydligini bildiryapti. Buni agar 8 ta kam bo'lsa, maksimum 10 tagacha qilishimiz mumkin, chunki biz bepul versiyasidan foydalanyapmiz. Qolgan versiyalari, qolgan ko'proq qilmoqchi bo'lsak, biz pulli versiyasidan foydalanishimiz kerak. Shuning uchun 10 tani tanlab qo'yamiz. Hop, bu yerdan esa stil stranitsi, ya'ni usulni traditsion qilib qo'yamiz, ya'ni keyingisi til, ya'ni qaysi tilda qilmoqchisiz. Agar siz rus tilida qilmoqchi bo'lsangiz, rus tilini qoldiring. Yoki ingliz tili bo'lsa, bu yerda ingliz tilini ham tanlashingiz mumkin, lekin bilamiz ko'pchiligimizga o'zbek tilida kerak. Shuning uchun bu yerdan o'zbek tilini topib tanlaymiz. Mana o'zbek tili bor, shuni tanlaymiz va bu yerga asosiy biz prezentatsiya qilmoqchi bo'lgan mavzumizni yozamiz. Misol uchun ijtimoiy tarmoqlarning jamiyatdagi o'rni degan mavzu beramiz va bu yerdan sozdать конспект yozuv ustiga bosamiz. Va mana bir necha soniyalar ichida bizga ushbu 10 ta slayddan iborat, ko'rib turibsiz, asosiy mavzularni keltirib beradi. Bu yerda ham agar qandaydir o'zgartirish qilmoqchi bo'lsak, ularni o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, mana Facebook, Twitter yozilgan. Twitterning o'rniga o'zgartirib Telegramda yozib qo'yishimiz mumkin. Shu tarzda bu bizga hosil qilib bergan ma'lumotlarni o'zimizga kerakli tarzda o'zgartirishimiz ham mumkin. Mana bir tanishib chiqib, xohlagan qismini o'zingizga mos tarzda o'zgartirishingiz mumkin. Masalan, mana bu yerda madaniy ta'siri debdi. Shuni ham o'zgartirib, masalan, axloqiy deb yozishingiz mumkin. Misol uchun. Va shu tarzda boshqa o'zgarishlarni ham kiritishingiz mumkin. Endi qiladigan ishimiz bu yerda biz o'zimizga mos
Demak, ko'rinishni tanlashimiz kerak. Bu yerda 6 xil berilgan. Yana podrobniyni bosib boshqacha ko'rinishdagi mana bu yerda bir nechta dizayn shablonlari chiqadi qo'shimcha. Sizga qaysi ma'qul bo'lsa, shuni tanlashingiz mumkin. Masalan, mana bunday qizil rang sizga ma'qul bo'lsa, shuni bosasiz. Bu yerda o'ng tarafda qanday ko'rinishga egaligi taxminan ko'rsatiladi. Bu yerdan Vibrate qilamiz. Shuni tanlaganimizdan keyin endi Generate-ni yana bir marta bosamiz va yana biroz kutib tursak, bizga tayyor prezentatsiya hosil bo'ladi. Mana ko'ryapsiz, aynan biz tanlagan mana bizda birinchi prezentatsiyamiz tayyor bo'ldi. Bu yerda bizga qo'shimcha ma'lumotlar beradi. Bularni ham ko'rib chiqishimiz mumkin va ushbu holatda ham o'zgarishlarni kiritishimiz mumkin. Mana bundan tashqari boshqa o'zgarishlarni ham bu yerda ko'rsatib turibdi. Aynan prezentatsiyalarni tanlab, o'sha slaydlarni tanlagan holda ularga o'zgartirishlar yana ham kiritishimiz mumkin agar xohlasak. Bundan tashqari mana bu yerda qo'shimcha bizda ma'lumotlar qo'shish imkoniyati mavjud. Misol uchun mana bu yerdagi rasm sizga ma'qul bo'lmadimi? Qo'shimcha rasm qo'shishingiz mumkin. Mana izobrazeniya bosib, mana загрузка qilib olishingiz mumkin yoki ma'lum bir manbalardan rasm olishingiz mumkin. Masalan, QR kod qo'yishingiz mumkin. Juda ham kerakli yoki bo'lmasa mana Unsplash, ya'ni bir saytdan rasm tanlab qo'yishingiz mumkin. Mana keling sinab ko'ramiz. Mana xohlagan mavzuda rasmlar bor. Keling mana media deb yozaylik, mavzumizga mos. Mana media mavzusidagi biror rasm qaysi ma'qul bo'lsa, shuni qo'yishimiz mumkin. Mana tanlaymiz va ko'rib turganingizdek, bu rasmni bemalol foydalansak bo'ladi. Agar mana bu qo'yilgan rasmimizga ma'qul bo'lmasa, tanlab turib bu yerdan Delete изображение deb tanlashimiz mumkin mana. Va o'rniga boshqa rasm qo'yishimiz ham mumkin. Demak, shunday tarzda qo'shimcha ma'lumotlar qo'shishimiz mumkin. Undan tashqari mana bu yerda matn qo'shish bor yoki bo'lmasa har qanday qo'shimcha video, media yoki boshqa mana diagrammalar, sxemalar ham qo'shishimiz mumkin agar lozim bo'lsa. Endi ushbu prezentatsiyani yuklab olishimiz kerak. Buning uchun mana bu yerdagi podelиться tugmasi ustiga bosamiz va bu yerdan export ustiga bosamiz. Va ko'pchilik mana bu yerda PDF variantda saqlab oladi. Lekin men ko'proq mana bu ikkinchi variant PowerPointda saqlab olishni maslahat beraman. Mana shu PowerPoint ustiga bir marta bosamiz va bizda mana ushbu fayl mana yuklab olinganligini ko'rishimiz mumkin. Uni ustiga bir marta bosib ochib tanishib chiqishimiz mumkin. Mana ko'rib turibsiz, xuddi boya biz xohlagandek biz ko'rib chiqqan demak prezentatsiya hosil bo'ldi. Mana biz qo'shimcha qo'ygan rasm ham bu yerga joylangan. Va faqat bu yerda bitta muammo paydo bo'lgan. Mana bunaqa qo'shimcha yozuvlar va mana bu yerdagi gamma so'zda yozuvlari qo'yilgan. Bularni ham qutulishimiz mumkin. Sizlarga bitta life hack ko'rsatib ketaman. Ya'ni ushbu videoga bonus sifatida ushbu life hackni ko'rsatib ketaman. Qarang nima qilamiz. Birinchi o'rinda mana yozuvni olish uchun juda ham oson, tanlab turib klaviaturamizdan mana delete. Sizda ham ko'rinib turibdi nima bosayotganim. Delete tugmasini bosamiz. Mana bu yerga ham ustiga bosib yana klaviaturamizdan delete ni bosib o'chirib yuborsak bo'ladi. Mana kattaroq chizib qo'yishimiz yoki buni ham delete qilib yuborsak bo'ladi. Endi esa mana bu
gamma yozuvini yo'qotish uchun delete dan foydalanmaymiz, ana o'chmaydi. Shuning uchun nima qilamiz? Vstavka bo'limiga kiramiz. Figura qismidan to'rtburchak emas, dumaloq emas yoki keling to'rtburchakdan foydalansak ham bo'ladi. Umuman shuni olamiz va quyidagicha to'rtburchak shakl chizamiz. Mana ustini yopadigan qilib yana ham kichiktirib qo'ysak bo'ladi. Mana ustini yopdi. Endi rangini o'zgartirishimiz kerak. Shu yerdan zalivka, ya'ni kontur qismini net konturni tanlaymiz. Va zalivka qismidan esa pipetkani tanlab mana bu yerga bir marta bosamiz va mana deyarli hech qanday yozuv yo'q holatga o'tdi. Endi o'sha chizgan shaklimizni tanlaymiz va Ctrl C tugmalarini bosamiz mana. Va boshqa slaydlarga ham shunday qo'yib chiqamiz. Ctrl C ni bosganimizdan keyin ikkinchi slaydga Ctrl V. Mana bu yerda ham ko'rinmay qoldi. 3-slayd Ctrl V. 4-slayd Ctrl V. 5-ta ham Ctrl V. 6-ta ham Ctrl V. 8-slaydda ham va so'nggi 9-slaydda, 10-slaydda unaqa yozuv yo'q. Mana ko'rib turibsiz, hech qanday boyagi holatdagi narsalar qolmadi. Mana chap tomonda ham ko'rishingiz mumkin. Shu gamma deb yozilgan yozuvlarning hammasidan qutuldik. Va mana bu yozuvlarni yana ham o'zgartirishingiz, yana birorta qanaqadir rasmlar kerak bo'lsa, rasmni qo'yishingiz mumkin. Mana bu rasmni olib turib, Ctrl C qilib turib, mana bu joyga olib kelishingiz ham mumkin mana. Demak, bugun sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan asosiy ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Qandaydir qo'shimcha savollar bo'lsa yoki takliflar bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Albatta bu eng tezkor yaratish usuli, ammo eng to'g'risi deb hisoblamayman. Shuning uchun siz nima deb o'ylaysiz? Aynan mana shunday prezentatsiyalar qilish to'g'rimi yoki boshqa manbalardan, boshqa usullardan foydalangan yaxshimi? Albatta fikrlaringizni kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.